21-asrning ikkinchi choragiga kelib, yurak kasalliklariga yondashuv butunlay o'zgargan. Buni bemor va uning yaqinlari bilishi shart. Sodda qilib tushuntiraman. Birinchi bosqich bu shpionlik, ya'ni raqamli himoya deb nomlanadi. Bunda bemorga hozirgi kunda oddiy topish mumkin bo'lgan turli xil monitoring vositalari, smart soatlar deysizmi, qon bosimini o'lchaydigan apparat deysizmi yoki boshqa turli xil vositalar yordam beradi. Ya'ni kasallikni erta aniqlash va yashirin holatlarini baholash imkonini beradi. Ikkinchi bosqich bu darvoza, ya'ni metabolik himoya deb nomlanadi. Bunda qon tomirlarini zanglamasdan avval aniqlash uchun lipidlar spektrini doimiy tekshirish, qonda qand miqdorini baholash talab etiladi. Uchinchi bosqich esa spetsnaz yoki ixtisoslashgan terapiya deb nomlanadi. Zamonamizning eng sara preparatlari, gliflozinlar, statinlar, MKR antagonistlari va turli xil boshqa vositalar yordamida kasallikdan bemorni xalos qilish uchun foydalaniladi. Ya'ni bunda bemor va uning oila a'zolaridan dorilarni ichilishini doimiy nazorati talab etiladi. Albatta mutaxassis bilan maslahatlashing, o'zingizni ehtiyot qiling. Bizni kuzatib boring.